Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdakacı Rozi. Washington'dan sözleyimiz. Bugün çislak 2023 yıl 2. ayının 18. günü vatandaş. Hepteki şembe. Bugünkü vaziyetimizden eysak ahır saklap durup Amerika Koşmuş Ştatlarının devlet şakatı Antony Blinken bilen Cungo'nun diplomati Wang Yi'nin körüşkenligi, uçraşkanlığı doğrusu da haber taptık. Lekin bu yerde körüştü, uçraştı degen söz işiltilip bu haberde söhbet ötkezdi degen söz yok. Vatandaş. Hem de şundakla devlet şakatı Antony Blinken'nin Cungo'nun diplomatı Wang Yi bilen körüşkendiğin için Twitter'ga yazgan xetede Twitter'ga yazgan bayanada söz fikir bayanada pozitsiya intayin kesken vatandaş. Şundakla Cungo'nun diplomatı Wang Yi pozitsiya de biraz mulayim. Şunu görüvelim. Lekin eğizga ağan gep kural işiltişke bulmaydı deydiğen bir cümle. Uzaydan qaraganda Amerika Koşmuş Ştatlar devlet şakatı ve Antony Blinken bilen Cungo'nun diplomatı Wang Yi oturusida söhbet elip berilgan emas. Uçraşkan uçuruşla bir işkegizden sözde kılışla ayrılıp ketken vatandaş. Bu kadar Münhen'de iki devlet diplomatları, Cungo Amerika diplomatlarının uçuruşunun ahvali şu. Onu siz dikkat kılın. Münhen'de etilgan yığında birinci günü mesela 17. günüde uçraşkan bolsa onun yani yolu başkaça buladı, yaka pozisiya başkaça buladı. İkinci günü 18. günü kaç tarafta uçuruştu mana bugün. Yukarıdaki ahval, siliştiriş yukarıdaki ahval. Mesela bunun ceryanı kandak, söz kandak. Mesela devlet şakatı Antony Blinken ne mi dedi? Cungo'nun diplomatı Wang Yi ne mi dedi? Dikkat vatandaşıma. Körüşüple ayrılıp gitti. Devlet şakatı Antony Blinken Münhen'de Cungo diplomatı Wang Yi bilen körüştü. Cungo tarafının alakası intayin kısa oldu. Mavzula haber 2. ayının 18. günü büyük irator bitidi ilan kılındı haber. Mundak başladı. Şembe günü keşti devlet şakatı ve Antony Blinken Wang Yi ile uçuruşuş yaklaşkandan keyin Twitter'da mundak görsetti. Cungo Kompartiyasının yukarı derecelik diplomatı bilen hele görüştüm. Men Cungo tarafının casusluk hava şarının Amerika hava boşluğuna tecavüz kılıp kirgenlikini ayıpladım. Hem de bu iş kayıt yüz vermesi gerek de takitledim. Men Cungo tarafka agahlandırıp Rusya tarafını maddi mülazimet bilen kollamanla dedim. Men yana eçivetilgen alaka yollarının mühim işgalligini takitledim. 3 cümle vatandaş. Endi qaraysiz. Cungo'nun alakadar agentleri şın hoşe tarqatkan Amerika Koşmuş Ştatları devlet şakatı ve Antony Blinken bilen Cungo diplomatı Wang Yi'nin uçraşkanlığı doğrusudaki haber kendikçe. Wang Yi Amerika tarafga Cungo tarafından atalmış uçar kimi vakası doğrusudaki qattiq meydanını uçturup koydu. Amerika tarafından özünü tutup elip qalaymakan kural işiltişden Amerika Cungo münasebeti keltirgen ziyallarını el qilish ve bununla ciddi qarışını talep qilamiz dedi. Alaka intayin qısqa. Burun qıladım farqlandı. Demek uçraştı. İki nefer diplomat
yuqorqida gaplarni qildi, maydondan ayrıldı degan gap. Hozir xabar deyilishicha, maydondan ayrıldı. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken mashinaga o'ltirib, maxfiy bir o'ringa minib ketdi degan xabarni berdi. Mushu xabardan boshqa davomida. Endi biz yana bir atlab ko'raylik vatandoshlar. Bu qatim Myunxen yig'iniga qatnashgan davlat ishlar kotibi Antony Blinkendan boshqa yana Amerika Qo'shma Shtatlarining muavin prezidenti Kamala Harris xonim Myunxen yig'iniga qatnashdi. Endi bu yerda mundaq bir mavzu keldi, diqqat vatandoshim. Amerika Rossiya insoniyatga qarshi jinoyat sodir qildi deb e'lon qildi. Amerika Rossiya insoniyatga qarshi jinoyat sodir qildi deb e'lon qildi. Beijing allaqachon qotilning sherikiga aylandi deb bayon qildi. Mavzuli xabar 2 ayning 18-kun Tayvan markaziy agentligi tarafidan e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Muavin prezident Kamala Harris mundaq ko'rsatdi. Rossiya va Ukrainada insoniyatga qarshi jinoyat sodir qildi. Kamala Harris, muavin prezident Kamala Harris Rossiya Ukrainaga tajovuz qilib kirgandan beri Jungoning Rossiya bilan bo'lgan munosabati kuchaytganligidan andisha qildik. Biri, davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning pozitsiyasi. Ikkinchisi, muavin davlat Amerika Qo'shma Shtatlarining muavin prezidenti Kamala Harrisdan avval e'lon qilgan bayonnomasida nima dedi? Rossiya Jungo munosabati Rossiya va Ukrainaga tajovuz qilib kirgandan keyin kuchayib ketdi. Andınca Rossiya dediki hozir insoniyatga qarshi jinoyat sodir qildi. Ya'ni Ukrainaga urush qo'zg'adi, urush jarayonida insoniyatga qarshi jinoyat sodir qildi. Mavzuda nima deyildi? Jungo Beijing allaqachon qotilning sherikiga aylandi. Bu xabarni Allah xolisa davomini aytanglar vatandoshlarım. Biz bugün saklab o'ltirib Antony Blinken davlat ishlar kotibi Amerika Qo'shma Shtatlarining Wang Yi sobiq Jungoning sobiq tashqi ishlar ministri va navbatda Jungoning diplomatiya amaldori. Yuqori darajali amaldor. Ikki davlat diplomatlari ning Myunxen yig'inida uchrashishi. Dey shuni ko'rib oldikki, suhbat o'tkazilmadi. Buning ichida eng og'iri yoki atashda eng og'ir vaziyatga aloqador og'irlik va og'ir vaziyatga aloqador og'ir so'z ibora Rossiya insoniyatga qarshi jinoyat sodir qildi. Jungo Rossiyaning yana qotilning sherikiga aylandi. Og'ir gaplar vatandoshlar. Bu demek qandaq vaqt yuz bergan uchrashuv? Masalan, 17-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministrligining 2-qo'l rahbari, yordamchi davlat mudofaa ministri Michael Ches Tayvanga tushgan bir paytda. Shunaqmi? Hozir 18-kunida bir soatgacha degandek davlat ishlar kotibi Antony Blinken Jungoning diplomati Wang Yi bilan ko'rishdi degan. Lekin bu texmi konkret, texmi og'ir qo'yilgan fikr hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining muavin prezidenti Kamala Harrisning ham Jungo bergan bahosi, ham Rossiyaga bergan bahosi demak hozirgi vaziyatning mayli Yevropa, mayli Osiyada Jungo, Yevropada Rossiya Ukrainaga tajovuz qildi. Bu ikki tarafdagi vaziyatning hozir bir-biriga giralashganligini, bir-biriga bog'lanib ketganligini, chunki bu yerda Rossiyaning sherikiga aylandi Jungo degan shu bir jumlada Rossiya bilan Jungoning bir tarafda qo'yilganligi
bir-biriga sherikleşkenligi, bir-birini qo'llaganligi, ondan davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning Rossiyaga moddiy mulozimat yordamida bo'lmaslik to'g'risida Junguni ogohlantirganligi, qarasangiz bu vaziyat vatandosh vaziyat o'zining taraqqiyot talabidan aytganda qaysi yükseklikka yoki qaysi darajaga ko'tarilishini talab qilsa, hozir vaziyat shu talab bo'yicha shu darajaga ko'tarildi degan gap vatandosh. Anda qo'shimcha yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlari Washingtonda yoki Virginia shtatida bir ishxonada Amerika Qo'shma Shtatlarining muavin davlat ishlar kotibi Wendy Sherman Tayvanning tashqi ishlar ministri Wu Jiaoshi bilan ko'rishdi. Wu Jiaoshi u yoqdan vakillarni boshlab keldi. Ko'rishdi. Bu ko'rishni maxfiy ko'rishish deb atadi vatandosh. Tayvanning tashqi ishlar ministrining Amerikaga kelishi birinchi qatim emas. Burun bir qatim kelgan edi. Bu da ikkinchi qatim endi maxfiy ko'rishdi deyildi. Anda Wang Yining pozitsiyasimi nayta qattiq. Yuqorida ko'rsatdik-ku, intayin qattiq. Demak, hozir ikki davlat, Amerika Qo'shma Shtatlari, Junhua Xalq Jamhuriyati o'rtasidagi munosabatlardagi yiriklashishning qaysi darajaga yetganligini biz sizlarga so'zlagan o'sha xabardan ko'rib olsanglar bo'ladi vatandoshlar.